qanday qilib paxta terib sotib yurgan qishloqdan chiqqan bir yigit 9 yil vaqt o'tib O'zbekiston bo'yicha top ekspertlar qatoriga kirib YouTube'dan pul ishlash bo'yicha va oxirgi 2 yilda qanday qilib $100,000 pul ishlaganligimni sizlarga ketma-ketlikda tushuntirib berishga harakat qilaman. To'g'ri eshitdingiz, men YouTube orqali oxirgi 2 yilda $100,000 pul ishlab topganman. Bu pulni qanaqa ishlab topganimni mana shu videoda tushuntirib beraman. Bir gap bilan aytganda, siz mana shu videoni ko'rib, YouTube'dan pul ishlash bo'yicha sizni fikrlaringiz 180 gradusga o'zgarib, mana shu videoni ko'rib bo'lganingizdan so'ng aniq bilaman, siz ham YouTube'dan pul ishlashga qiziqib qolasiz. Bu esa juda ham oson. Chunki men eplagan narsani hamma eplay oladi. Hammani ham ikkita qo'li bor, ikkita ko'zi bor, o'ziga yarasha fikrlashi bor. Ya'ni nima demoqchiman? Hamma eplasa bo'ladigan yo'nalish. Bu qanaqadir dasturlash emas. Bu qanaqadir raketani yangitdan yaratish emas. Bu oddiygina tasavvur qiling, sizga bitta velik berilgan, uni haydab ketishingiz kerak. Men sizlarga mana shu velikni haydashni o'rgataman. Sizga velikni yangitdan yaratishni o'rgatmayman. Shunda siz qiynalmasdan 1 oyda ichida YouTube'dan kamida $1000 topadigan darajagacha chiqib ketishingiz mumkin. Bu eng zo'r yo'li shu. Ya'ni onlayn daromad qilmoqchi bo'lsangiz, 1 oyda o'rganib, 2-oydan masalan $1000 dan kanalingizdan daromad olishingiz mumkin. Hammasini mana shu video davomida sizlarga to'liq tushuntirib beraman. Keling, birinchi o'rinda tanishib oladigan bo'lsak, nima uchun meni eshitishingiz kerak? Men qayerdan kelib qoldim? Shuning uchun tanishib olamiz. Ism familiyam Oybek Bozorov, 29 yoshdaman, Qashqadaryodanman. Hozirgi paytda 20 yaqin Amerikan YouTube kanallarni faol yuritaman, BMG Drive yo'nalishi bo'yicha. Bu qanaqa yo'nalishligini mana shu videoning davomida sizlarga to'liq tushuntirib beraman. Qisqacha tanishib oldik. Men 2017-yildan beri YouTube'da ish faoliyatini olib kelib boraman, ya'ni videolar qilib pul topaman. Nima uchun o'zi YouTube'ga kirib qolganman? Nima sabab bo'lgan? Shuni tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda pulsizlik. Hammada hozir shu muammo bor. Ya'ni siz davlat ishida ishlaysizmi, boshqa xususiy korxonada ishlaysizmi, ko'chada ishlaysizmi, topgan pulingiz ro'zg'orga yetmaydi. Ayniqsa shahar sharoitida. Masalan, $1000 topasizmi, $2000 topasizmi, bu ro'zg'ordan ortmaydi. Siz uy olish niyatingiz bordir, sizda mashina olish niyatingiz bordir, sizda sayohatga chiqish niyatingiz bordir, sizda dam olish niyatlaringiz ko'p, farzandingizni yaxshi joyda o'qitmoqchi bo'layotgandirsiz. Buni hammasiga baribir pul kerak. Lekin davlat ishida ishlasangiz yoki kimnidir qo'lida yoki o'zingiz qanaqadir shaxsiy biznes qiladigan bo'lsangiz, siz masalan 2000 borsin bor $3000 topishingiz mumkin. Undan ortig'iga sizda qurbingiz yetmaydi, vaqtingiz yetmaydi. Chunki pul cheklangan. Mehnat qilsangiz shuncha pul